Assalomu alaykum qarindoshlar. Har yili 3-oyning oxiridan 4-oyning boshlarigacha Amerika poytaxti Washingtonda mamlakatlik Glass chechki festivali o'tkazildi. 1910-yillari Yaponiyaning Tokio shahri bilan Washington DC do'stlik munosabat tiklaydi. Bu do'stlik munosabatini xotirlash uchun Yaponiyaning Tokio shahrining boshlig'i Washington DC'ga 3000 glass daraxtini sovg'a qildi. Bu glass daraxtlari Washingtondagi Tidal Basin deydigan bir ko'lning atrofiga tikildi. Amerika hukumati tarafidan Glass chechki festivali ta'sislandi. Shuningdan boshlab chechak festivali har yili o'tkazilgan bo'ldi. Ma'lumotlarga qaraganda chechak bayramiga qatnashgan kishilarning soni har yili 1,5 milliondan oshadi ekan. Bu hafta gullarning to'liq chechaklaydigan kunlari bo'ldi. Shuning uchun vaqti yar bergan qarindoshlarning Washington DC'ga kelib gullardan o'zlanib ketishinglarni tavsiya qilaman.